haydavordi o'rtoq? Hoy, kir uyga. O'zi nimaga haydavor dering? Nimamush, men beparosatmushman, tushunsanmi? O'rtoq, oyoq kiyimini yechmadingmi? Voy, esdan chiqot, xostinog'im avali. Uni ustiga esim pastmi, shichchamda. Nima kiyyapti? Dazmolni o'chirmanman. Olaylar, o'zim pishirdim. Qizim, o'z uyingizda yashayver. Rahmat. Eringiz o'zi nega haydavordi? Ovqatni yomon qilarmishman, shichchamda. Unaqasi bo'lishi mumkin. Yana neakuratniymişman. Boshingda bit yuribdi. Tegma, ketib qoladi. Keyin bitta o'zim zerkaman. Yana ovqatdan bergan. Yana ko'p gapirarmishman. Men o'zim bir og'iz gapiradigan odam bo'lsam, o'nta gapirsa bitta javob qaytaraman. Shundoqqina ma'suma bo'lsam, o'yim toza bo'lsa, birovga yomonlik tilamasam, hech ko'p gapirmayman, men bilasanmi o'zing ham? Zebo ering. Bilaman, yomon pesun ustiga. Keldilar. Zebo bo'ldi, arazurma. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan yig'ib qo'ygan pulga uy oldik. Endi ukam o'sha yerga chiqib ketadi, biz oyimiz bilan qolamiz, zo'r-a? Nega ering ketib qoldi? Mashallah qilmishman. Cho'zsammi mashallah qilmishman. Men hayotda shallaqlik qilmaganman. O'zing oying shallaqini. Zebo, ovqatni kuydirib qo'ydim, oysho'ga yetmayaptimiz. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalarni? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sal o'ychi, undan ko'ra oyjon yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangaza kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Har doim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayotganman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan urushtiraman. Zeboxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yayoraman. Bering. Sizlarga ham kenaylar mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zeboxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor Tourist Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zeboxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timod qiling, singlim, hech kim olmaydi deb. Endi qanday qilib buni yerga tegadilar? Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yangi oldirasan. Qarindoshlaring faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa, bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringlar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib, senga mana shu sovg'ani oldik. Mana pul berdim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinnini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar Building'dan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoning любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyi bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Kelin salom qiladi. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizdan sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu любой qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shningizga o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoninglar ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidan kichkinasidanmi? Kattasida-da.
Yoqimli ishtaha. Qo'yavering. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichikadigan somon. Farqi Tanay yo'q. o'rganmagan. Tosh bu yoqqa. Kuchi yetmaydi, bo'ylaydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, uling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan, ha? Pallakaz ekan. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Bor. Mana biz bedog'ga. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. O, chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarz ham bo'lmasdingiz. Ha? Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmadingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab yezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa ezing. Ha. Men sizlarni ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molla qozonda qilingan ovqatni to'kiye birinchi bo'lib. Kesa. To'xta. 25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq apron kiyib keladiganlari ham topiladi. Bola qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'rardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallani eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokirakan qizini ham yozing, valsda belidan ushapti. Beradan ushadi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatni yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularni ota-onasi ham, ota-onasining ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutib olma, xo'p? Shunaqa bo'ldi-da, o'rta. Boshi nimagadir taq etib urildi. Yo'q, qo'qsi. Ozg'in qizlar haqida. Zebo hozir o'zimga o'xshagan ozg'in dugonam kelsa, men tashlab qo'yaman. Ana suyi tegsa qanaqa shaqillaydi, shunaqa ovoz chiqyapti sizlardan. Kimimda to'g'ri o'sizlar? Sal bo'lsa figuramiz bilinsin davomizda. Kimdir ko'rsatish bilan, kimdir bekitish bilan oboradi. Sizni topolmayman, oldingizda nima bor? Yonimda ikkita qiz bor ozg'in. O'tda bitta qiz turibdi. Sal bundoq turlaring ozg'inligingdan keluvingni bitta odamni bo'ylashyapti uzoqdan. Ha, ikkita ekan ular, hozir boraman. Kuchingni ishlab yengillik qolmish shekilli, maktabga shop kelib o'tiribdir. Shunaqa. Menga doimgida yarimta, menga 5 ta. Keluvinglar bir xilsizlar, nima hali ko'p ovqat yeydi? Men o'zim uchun ovqat yeyman. U bo'lsa ichidagi qurtlar uchun ovqat yeydi. Nima bo'pti? Oyog'im ham o'zimga o'xshaganda uzun eni yo'q, yana ochilib qolyapti. Amana paxta tiqing. Voy, ha, muncha xursandsan? Iskandar Buildings mezbon loyihasida uy oldim 48 oyga bo'lib to'lash mumkin ekan. Shunaqa xursandman, ancha arzonga tushyapti. Muncha zo'r tabriklayman. O'zi ozg'in bo'lsalaring, muncha bunaqa keng o'tirasizlar. Sanlarga sovg'a olib keldim. Qani ko'rsat. Seving, senga korset belingni ingichka ko'rsadim. Ustimda kulvasam o'zi bir xarid-shu. Bo'pti, Sevnur senga ozdiradigan dori olib keldim. Endi bosh bu yoqqa. Men erimni oldilarda. Qo'llaring abjirligini qara. Qaynonamni oldilarda. Ay,
Kuydan do'ldirmisiz? Kelin, ko'zimga qarang. Ovqatni tuzi past balandligini qo'lda o'lchaysan-da. Конечно, o'rganib ketganman-da. Necha tuzi kam? Ozroq qo'shingchi. Bunga o'ladi. Atek, normal. Kim ichadi endi buni? Kelin salom qilishga ham yorar ekansan, odam turgisi kelib ketdi-yu. Voy, xush kelibsizlar. Kelin salom. Qanday yaxshisizlar? Qanday? Xush kelibsizlar. Kelinim hinda hoki payla olyapti. Tur, beparosat, tur. Kelinglar. Zebo, kifsiz akasi qilaylik. Davay! Как раз KFC'dagi chef burgerga 40% chegirma bor. Yandex.Go ilovasi orqali nafaqat KFC'dan, balki boshqa ko'plab sevimli restoranlarimizda Fedap, Maxway, Walk Street 77 dan 40% chegirma bilan buyurtma berishimiz mumkin. 14 Zebo promo kodi orqali Yandex.Go ilovasini taomlar bo'limida 80 ming so'mdan boshlab birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mlik chegirma bor. Kelin. Shu nimadir zakaz qilib qorni chiqadi. Vallahi bo'ladi. Qanday qilib qaynonadan qutulish mumkin? Qaynonang dushmaning. Qaynonadan alohida chiqib ketishni eshitdi yo'q. Bo'ldi, kerak emas. O'zim yo'ldim zakaz qilmayman. Qaching. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Keyin chaqinglar bir ko'raylik. Mana manda keling. Bo'laveradi. Anaqasi yaxshi kiyadilar, charchamayapsiz, sog'lig'i joydami? Qani bir kelin salom qilchi. Salom, ismim Zebo, tanishganimdan mamnunman. Zebo ism. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar, iltimos, beparasat. Kelin. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshib qilarmikansizmi, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidman, kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begimot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issiq miyangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orqamizdan. Bo'pti, men ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelin bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Kelinchak, oh kelinchak. Nomerimni so'ramoqchisiz, ha? Yo'q. 99 marta takrorlayman. 103 kun o'tsa ham, 65 marta yalinsangiz ham, 45 marta iltimos qilsangiz ham bermayman. Yo'q, menga nomeringiz kerak emas. Sovchi jo'nataman deb ovora bo'lmang. Meni Yunusobod 5-kvartalga umuman aloqam yo'q. Uyingizga borish niyatim yo'q. 75-dom bizanikiligini bilganingiz bilan borib o'tirmang. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsiz meni. Instagramim ham yo'q. Yo'q, siz bizani do'kondan kola oldingiz-ku. Ha, siz bo'lsa fanta olgan edingiz. O'sha kolaning butilkasini tashlab ketdingiz. Ha, endi mana shunaqa aqlli qizmanda qo'yib ketish kerakligini bilaman. Tashlab ketganingiz uchun sizga pul berishim kerak edi mana. Do'konimizga yana kelib turing, men fanta ichaman, siz kola ichasiz. Pulingizni bir qismini qaytarib beramiz. Zo'r-ku. Bu juda ham ajoyib foydali va mazali. Kelib turing. Kemaga nima sasvotdi? Sen ovqatni kuydirib qo'ydim, oshonga yetmayapti mos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarog'cha undan ko'ra oyjonga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenaylik hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangizni kenayligiga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenaymi bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada o'tiradi-da. Sinem, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenaymi nima bilan urgan? 100 ta like kelsa qaytadan oshtiraman. Zeboxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Keling shunaqangi saxiy odamlarki taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar, bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman.
bering. Sizlarga ham kelinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Anga qarang, Zebi xola, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor 400 Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zebixon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. Ehtimol qaynisiyam hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar?